Men taniysiz. Uchuvchi. Qo'l qo'yasizmi yo'qmi? Nimaga qo'l qo'yishim kerak? Protokol yozyapman sizga. Nimaga sabab asos? Texnik ko'ringiz yo'q aka. Ha, texnik ko'rik qachon bo'ladi? Bu mashina yangi-ku. Yana takror. Bir oy bo'lmadi hali mashina. Asos GAIdan texnik ko'rik qilib chiqadi. Men texnik ko'rikka pul to'laganman aka, mana. Texnik ko'rikka pul to'laganman, men GAIdan hali bir oy bo'lmagan mana. Shu odam yo'q aka, mashina yangi mashina. Texnik ko'rigi yo'q deyapti. 1 yil bo'lgandan keyin olingandan keyin. Siz qo'l qo'ymayotganga qolmasadan. Men qo'l qo'ymayman, chunki noto'g'ri chiqyapti. Qog'oz protokoliga yozsin. Men orqasiga anaqa mashina aka yangi. Siz mashinani tushunasizmi? Qonun qo'yiladi. Mashina yangi. Texas motor hali kelmagan vaqtda sroki. Texas motor yo'q deb, Texas motorga yozib yuryaptilar. Ha, hali yangi. Yo'q, har bir yilga gruzoviy mashinaga har bir yilga mashina chiqqandan keyin. Bu mana Texas motor qilib yangi texpasport olingan. Hali bir oy bo'lmagan chiqqaniga. Sizdan so'raladi. Yo'q, aka, siz agar qo'l qo'ysangiz javob berasiz qonun. Ikkalanglar birga ishlagan bo'lasizlar. Yo'q, xolis odam bo'ladi. Yo'q, ikkalanglar emas, siz hozir bu sudga oshadigan ish bu. Bu sudga oshadi. Endi nega xohlaganingizni gapiring dedingizmi siz? Boya aytdingiz-ku, xohlaganingizni gapiring dedingiz. Boya aytdingiz-ku, bilganingizni qiling, xohlaganingizni gapiring dedingiz. Tahdid qilmayman. Men 102 qilaman aka. Hammasi o'shanda siz chaqiradi, sudga borasiz, yugur bo'ladi. Javob beraman. Aybini bilasan. Siz birga ishlayapti deb, men sudga beraman. Qo'l qo'ymayapti. Tamam. Qo'l qo'yishdan boshlanadi. Siz asos mana sizga tushuntirib berdim. Mashina texpasport 1 yil hali bo'lmagan, chiqqaniga osmotr qilgandan keyin har osmotrdan keyin 1 yilda o'tadi. Qo'l qo'yib 1 yil bo'lmagan hali mashinaga. Qo'l qo'ysangiz siz noto'g'ri narsaga sherik bo'lgan bo'lasiz-da. Ikkalanglar javob berasiz. Ya, sudga borasiz. Siz chaqirmaydi bular, sud chaqiradi sizni. Sud chaqiradi, sudga bormasangiz o'zingizga chora ko'rishadi. Tahdid qilmayman aka. Qonunni tushuntirib beraman. Qonunni ish qilmasangiz